Yo'qol dedim. Senda men ukam yo'q dedim. Sen juda iflos bola ekansan dedim. Ahmoq bir ukam bo'lardi. Ukam bo'lib yurgan bola bordi, ahmoqroq, do'ldirroq bola edi. Ahmoqni, do'ldirlikni hammasini qilib ko'rgan. Qolmagan bitta ham. Keyin u men bilan ko'rishdi. Aytib turadi, men hijolat bo'lib qolaman, namoz vaqti bo'lib qoldi deydi. Biz hali yarim soat o'tkazib o'qiydigan bo'lsak, u odam o'sha ozon aytmasdan o'sha yerda masjidda bo'lish kerak. Bir kuni haligi endi juda katta qovun tushirib qo'ydi haligi. Haligi ketiga tepib, o'zini yurtiga tushirib yuboradigan darajada ish qildi endi. Hojaga o'zi shunaqa yuribdi-yu, biz nima qilishimiz kerak? Bahona bo'ladi. Palonchi, nima bunaqa qilyapsan? Sen hoja akalarchi, mana ko'ryapsizmi? Bularning oqibatida, bularning orqasidan hali har qanaqa ketayotgan, umraga ketayotgan odam o'sha hoji boshi, umra boshi bilan ketar ekan, demak o'ziga ibrat qilib ushlaydi o'shani. Ulgu deydi-yu, o'ziga namuna qilib oladi. Demak, o'sha odam qanday yursa, bu yoqdagi odam ham o'shanga qarab yuradi. Demak, shunaqa yurishim kerak ekan-da deydi. Shubhaliroq yuryaptimi? Birinchi gap shu bo'ladi. O'zi hoji akalarni ham ko'rdik. Manaqa qilib yuribdi. Deydi-da, haliginga yo'l ochiladi. Ahmoq bir ukam bo'lardi. Ukam bo'lib yurgan bola bordi, ahmoqroq, do'ldirroq bola edi. Bir aytuvdim ham shekilli, endi kez kelganda aytib qo'y. Ahmoqlikdan boshqa narsa emasda qilgan ish. Mana eshitgan odamlar aytsinchi qani, shu to'g'ri keladimi yo'qmi? Ahmoq ko'chalarda yurgan bir badbaxt bola bo'lib yurganda endi bir ahmoqni, do'ldirlikni hammasini qilib ko'rgan. Qolmagan bitta ham. Keyin u men bilan ko'rishdi. Bittasi men bilan tanishtirdi. Men oldimga keldi. Meni haligi o'tirishlarimga kela boshladi-da, sekin-sekin namozlarga astoydil bo'la boshladi. Ba'zi ishlarini tashadi, yomon ishlarini tashadi, boshqa narsa bo'ldi. Farqi bo'ldi. Va ikkita adash bola, nomlarini aytmayman, lekin ikkovining nomi bir xil, ikkita odam haqida gapiray. Ikkinchisi ham shunaqa. Men bilan birga bo'ldi, ibodatda doim aytib turadi, men hijolat bo'lib qolaman, namoz vaqti bo'lib qoldi deydi. Biz hali yarim soat o'tkazib o'qiydigan bo'lsak, u odam o'sha ozon aytmasdan o'sha yerda masjidda bo'lish kerak. Shu darajada astoydilda endi ko'rsangiz hayron qolasiz. Havas qilasiz, shunaqa bolalar bo'ldi. Keyin bir kuni haligi endi juda katta qovun tushirib qo'ydi haligi. Yaxshi bola bo'layotgan bola bor edi, ya'ni meni ukam Qo'shtirnochidagi. Juda katta qovun tushirdi. Qovun tushirganda ham haligi ketiga tepib, o'zini yurtiga tushirib yuboradigan darajada ish qildi endi. Men tabiiy holatda chetlatib yubordim, keyin haydab yubordim. Yo'qol dedim. Senda men ukam yo'q dedim. Sen juda iflos bola ekansan dedim. Dedimda, desam, endi menga Telegramda yozyapti o'sha. Aytayaptiki, deydi. Mana men endi yana aroqqa o'tirdim deydi. Nasha chekishga o'tirdim deydi. Hamma ifloslikni qilaman. Sen sababchisan shunga deydi. Nimaga desam, sen meni haydab yubording dedi. Ya'ni u bechara hali yomon odam bo'lishga sharoit topolmay turibdi u. Imkoniyat yo'q edi. O'sha imkoniyatni men topib berdim-da endi. Men sabab bo'lib qolibman endi. O'zi ahmoq bo'laman deb yuruvdi. Qanaqa qilsam bu odam bilan yursam to'g'ri ishga to'g'ri kelyapti. Anaqa ahmoqliklarni qila olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Topolmay yurgan ekan bechara. Endi shuni o'sha yomon iflos odam bo'lib yuravermasdan, sen sababchisan ham deb qo'yganiga nechi deysiz u? Mana shunaqa odamlar bor. Haligini sherigi ham shunaqa. Sherigi ham qarasa, bo'ldi, men bu inson baribir qoyil qoldira olmayman ekan deb turib, yana o'sha yomon yo'llarga eshitishim bo'yicha shunaqa yomon yo'llarga o'tib qoldi. O'sha nasha chekib, shu baklashgan orqasidan ushlab yurgan ekan endi. Mana shunaqa narsa odamlar bor, ya'ni birovga qarab turishadi. Mana shu odamga qarayman dedi. Agar mana shu odam sal yomon bo'ladigan bo'lsa, mana hoji akalaring shunaqa-yu deb turib yomon odam bo'lishga sharoit o'zi qilmoqchi bo'ladi. O'shaning uchun umra boshilar ham go'yo orqasidan ketayotgan 30 ta, 50 ta, 70 ta odam uchun haqiqiy namuna. Agar u sal qing'ir yuradigan bo'lsa, o'zi qing'ir yurgisi kelib turganlar ham bor-da, hali gruppaning ichida. Bunday qaraydi-da, hoji aka o'zi shunaqa yuribdi-yu, biz nima qilishimiz kerak? Bahona bo'ladi. Palonchi, nima bunaqa qilyapsan? Sen hoji akalarchi, mana ko'ryapsizmi? Hoji akalar shularga yomon ibratni ham yaxshi narsani olib kelib beradigan hoji akalar bo'ladi. Yaxshiga olib keladi. O'shaning uchun Alloh taolodan so'raymiz, shunaqa yaxshi hoji akalar, yaxshi anaqalar ko'paysin. Ulardan qo'rqadiganlar, boshqalarga namuna bo'ladigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan odamlar ko'paysin.